Keyingi paytlarda mana chet davlatlardan kirib kelgan Pink Lady degan olmani navi bor. Ayrim joylarda Rose Glove ham deyiladi. U qanday? Birinchi o'rinda shu Pink Lady navi yoki Rose Glove navi haqida bir tushunchalaringizni aytib o'tsangiz. Pink Lady Rose Glove almasa bizaga 15 yildan ziyod bo'ldi kirib kelganiga, bu alma mana hali endi 3 yil 4 yil davomida internetga mashhur bo'ldi. Bu 10 yil 15 yildan ziyod bo'ldi buni kirib kelganiga bizaga. Keyin bir xillar telefon qilib so'raydi, Pink Lady Rose Glove, Pink Lady'ni o'zi kerak emas. Pink Lady Rose Glove degan alma bor, Pink Lady'ni o'zi degan narsa yo'q. Bu bitta narsa. Bu alohida emas. Ha, bir xillar video qo'ygan, shu Pink Lady'ni o'zi bor, Pink Lady Rose Glove bor. Yo'q, bu bitta narsa. 12 ta viloyat hamma joyga bir xil qizaradi bu. Prosta 12 ta viloyatga 1 oy, 1,5 oygacha farq qiladi pishish davri. Ana Buxoroga berganimiz 5-noyabrda qizaryapti. Qashqadaryoga berganimiz 10-15-dekabrga qizaryapti. Qarib 1 oy farq qilyapti Buxoro bilan Qashqadaryo. Samarqand Jomboyda 20-oktyabrda pishyapti. Qancha ob-havo salqin sharoit bo'lsa, barvaqtroq pishadi. Boshqa joylarga qaraganda qancha issiq bo'lsa, 1 oy, 1,5 oy kechikib keyin qizaradi. Bu alma boshidan qizil bo'lmaydi. Avval yam-yashil, zilonkadek yam-yashil bo'ladi. Oktyabrning boshidan keyin sarg'ayib, keyin rang ola boshlaydi. Havo issiq territoriya juda issiq, baland bo'lsa, kechroq, dekabrga borib keyin qizaradi. Ob-havo salqin bo'lsa, noyabrga, oktyabrga ham qizaradi. Endi shu Pink Lady olmalaringizni bugungi kunda tag payvantaglari, ya'ni podvoylari haqida ham gapirib o'tsangiz. Pink Lady Rose Glove almadan bizada aslamnoy M106. M109 dan hech kim bog' qilmayapti. M109 ham bor. Faqat donaga so'raganlarga beramiz u narsani. M109 chista pakana sorti simga tortiladi. M106 simga tortilmaydigan. M106 har 2 metrga ekiladi. M109 har 1 metrga ekiladi. Silni ros bor. 5 ga 5, 4 ga 4, 6 ga 5 ekiladigan. U katta bo'lib ketadi. Narxiga, ko'chatini narxiga 2000 so'm, 3000 so'm farq qiladi. Boshqa olmalar navlariga nisbatan. Ha. Birinchi o'rinda, demak, trenddagi olma desak ham bo'ladi. Agar sizga murojaat qiladigan bo'lsa, ekmoqchi bo'lib, uni parvarishlari, kasalliklarga qarshi kurash, yetishtirish shart-sharoitlari haqida ham biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Pink Lady Rose Glove kasalga buncha injiq emas. Hosilga tez kiradi. Eng tez kiradigan almalarning ichida boshqa almalar ham tomiri M106 bo'lgani bilan birdan birinchi yildan juda kam foizi. Pink Lady birinchi yildan nishonaga ko'rsatyapti. 100 tadan misolga 20 ta, 15 ta, 25 tasi birinchi yilni o'zidan nishona ko'rsatyapti. Faqat M106. Yaxshi. Bakterialniy ajok degan kasal bor. Bu hamma almaga bor, lekin Pink Lady ham chalinadi u kasalga. Kasalga chalingan shoxini dori sepgandan ko'ra qirqib taylasangiz yaxshiroq. Yaxshiroq bo'ladi. Qirqib taylamasangiz, polni ko'chatni tanasiga tarqaladi bu kasal. Kasal tushgan shoxini polnicha kesib taylasangiz yaxshiroq. Olma ko'chatidan o'zimizda bor sortlar. Birinchi bahor atlas nusxa almamiz bor. Ikkinchi golden olma. Pink Lady Rose Glove 15-noyabrda pishadigan. Jeremy almamiz bor, avgustda pishadigan. Start Crimson almamiz bor. Gala almamiz bor. Devil Gala emas, Galani o'zi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz yetishtirgan ko'chatlarimizni nafaqat naviga javob berish, ko'karishiga javob berish, balkim uni olib borib ekishlarigacha ham kerakli maslahatlarimiz bor. Uni yetishtirish bo'yicha doralash xizmatlari va boshqa agrotexnik, agronomik xizmatlar bo'yicha bemalol mana gruppamizga murojaat qilaverasizlar.